Oppoq oyning sehrli ko'zgusini topib olgan qiz, kim chiroyli dunyoda, hammadan ham ziyoda deganda, o'zing bilib olasan endi boshqa dunyoda deb ko'zgu qizni o'z ichiga tortib ketdi va ertaklar olamiga yubordi. Video boshlanishida oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Shanti Akerman Berlindagi kvartirasida alkash onasi va ukasi bilan yashaydigan yosh qiz. U hayotida hech qachon biror narsada yaxshi natija ko'rsatmagan, na o'qishda, na sportda va na erga tegishda. Shantining yagona orzusi Instagram yulduziga aylanish va Primo efirda atiga 4 ta o'ziga o'xshagan bekorchilarga makiyaj qilishni o'rgatmoqda. Odami kam bo'lsa ham bu qiz taslim bo'lishni istamaydigan xilidan. Kunlarning birida Chaynamasang Chaynama nomli saqchi firmasi yosh blogerlar uchun tanlov e'lon qilganini ko'radi. Tanlovga ko'ra ular firmani reklama qilishlari kerak va Shanti bu imkoniyatni qo'ldan chiqarmoqchi emas. U zudlik bilan dugonasi Zaynabni birgalikda video tayyorlashga taklif qiladi, ammo Zaynab yuridik firmaga ishlashga ariza topshirgan va javob xatini kutmoqda va boshqa tiktokerlik qilmoqchi emas. Pochtaga u ishga qabul qilingani haqida javob xat kelgan, lekin Shanti Krisa bu xatni yashirib qo'yadi o'zining manfaati uchun. Keyin ular mahalladagi teatrga borib, o'sha yerda reklama roligini suratga olishga tayyorgarlik ko'rmoqchi va u yerda Shanti juda ham qadimiy oppoq oyning enasining ko'zgusiga duch keladi va bu beparasat qiz tog'oraday to'tini bizga reklama qilyapti. Keyin u ko'zguga qarata saqchini tuflaydi va ko'zgu ham unga qarata saqchini qaytarib tuflab yubordi. U ko'zguga qarab reklama rolikning ssenariysi qanday bo'lishini dugonasiga so'zlab bermoqda. U o'zini uyqudagi malika Zaynabni esa jodugar qilmoqchi va shahzoda kelib uni o'pganda uyg'onar ekan. To'satdan ko'zgu sening gaping men uchun qonun degan ovoz chiqaradi va Shantini o'z ichiga tortib ketdi. Keyin ikkala dugona g'ayrioddiy ertaknamo dunyoda ko'zini ochadi. Bu yerda oltin tuxum tug'adigan g'ozlardan tortib, nahorga osh yeverib semirib ketgan parilargacha bor ekan. Pari qizga bu Morfiniston nomli sehrli qirollik ekanini va Shantining hozirgi ismi Rosalia ekanini va Will 2 ning yagona qizi ekanini tushuntiradi. Ammo Pari bu qirol zolim ekanini va bashoratdan qo'rqqani uchun barcha portallarni yo'q qilganini aytadi. Bashoratga ko'ra boshqa dunyodan tanlangan kishi kelib uni taxtdan ag'darar ekan. Pari ularga 24 soatdan keyin portal yana qayta ochilishini aytib, ularga omad tilab o'zi g'oyib bo'ldi. Umrida bunaqa shohona hayotni ko'rmagan Shanti esa Parining gaplarini jiddiy qabul qilmasdan malikaligidan unumli foydalanib qolmoqchi. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatib like bosib qo'ying, chunki faqat shu yo'l bilan mehnatimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Like'lar soni qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda chiqayotgan videolar soni ham ko'payadi. Sizning esa 1 sekundgina vaqtingiz ketadi xolos. Like'lar uchun rahmat. Ular saroyni kezib yurganda ertaklardagi olovuddinni o'chiratib qoldi, ammo bu yerda shamchiroqdagi jinni topolmagani uchun u Jasminga uylanib boyib ketmagan va saroyda oddiy xizmatkor. Shanti unga ikkita egizagini reklama qiladi. Olovuddin esa haram og'asi bo'lgani uchun qizlarga qiziqmaydi ekan va qochib ketdi. Ko'rmaganni ko'rgani qursin deganday ular saroyni boshiga ko'taradi. Keyin bog'da Nedagonning qizi Zodagon qizni uchratib tanishib qoladi va uning ismi Amaliya ekan va u qizlarni ertangi bal ziyofatiga taklif qiladi. Kechki ovqat paytida Shanti va Zaynab "Yo, yangi yil bo'lyaptimi bu yerda" deb odamni sharmanda qildi. Bu shunchaki kechki ovqat ekan. Keyin qirol va uning rafiqasi tashrif buyuradi. Eng qizig'i shundaki, qirol hali 18 ga ham kirmagan go'dak, qirolicha esa oddiy surat ekan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Rasm bilan junga tekkizgani. Ha? Amaliyani so'zlariga ko'ra esa aslida bunaqa emas, shunchaki qirolicha qaynanasi issiq sovuq qilgani uchun surat ichiga qamalib qolgan. Qirol esa yoshartiruvchi eliksirni ichib yurar ekan, aslida uning yoshi 50 dan oshgan. Bu orada qo'shni qirollikdan kelgan shahzoda Baskol labiga pomada qo'yib otlariga qaramoqda. U aslida boshqani sevadi, lekin zodagon bo'lgani uchun Nedagon otasining buyrug'iga bo'ysunadi va malika Rozaliyaga uylanishga majbur. Bu paytda suratdagi qirolicha qiziga yana bir bashorat haqida aytadi. Uning so'zlariga ko'ra Rozaliya la'nat tufayli 100 yil uyquga ketar ekan. Faqatgina haqiqiy sevgi bo'lsa uni bu la'natdan qutqara olar ekan. Shanti esa bu ertakni multfilmda ko'rganman deb panagini ham buzmaydi. Kechqurun xuddi qirolicha aytgandek yovuz jodugar Maleficenta Shantining xonasiga bostirib kiradi va qizni la'natlash uchun urchiq olib kelgan. Ammo hammasi ertakdagidek bo'lmadi va Zaynab ham o'rtaga qo'shilib, ikkala qiz birgalikda jodugarni haydab, uning la'natini esa gultuvakka qamab qo'yishadi.
Ertasi kuni malikani uyquga ketdi deb o'ylagan shahzodalar birin-ketin derazadan kirib kelmoqda. Shantiga esa birinchi kelgan sariq pishak yoqib qoldi va qolgan shahzodalarni derazadan uloqtiradi. Malikani uxlamaganini ko'rgan shahzoda Baskoning hafsalasi pir bo'ldi, chunki u uxlaganda avval yechintirib, hamma joyini tomosha qilib, keyin qaytadan kiyintirib o'pmoqchi edi onang demgir va dovdirab gultubakdan la'natni chiqarib yuboradi. La'nat xonani hamma joyini rasvosini chiqardi va sehrli ko'zguni ham sindirdi va oxir-oqibat Baskoni og'ziga kirib ketadi. Shundan so'ng shahzoda hushidan ketdi. Sehrli ko'zgu singani uchun esa qizlar endi o'z dunyosiga qayta olmaydi. Keyin bu kallasi katta dugonalar bu oynani faqatgina jodugarlar tuzata olishini taxmin qilib va Shantini qilgan niyatini eslaydi. U o'zini malika, Zaynabni esa jodugar bo'lishini xohlagan edi va endi Zaynab sehr joduni o'rganish kerak. Ular Olovuddindan bu mamlakatda jodugar bormi deganda u ha deb javob beradi va Maleficentani eng nomi chiqqan jodugar deb ataydi. Shanti esa uni nomi chiqqan bo'lsa ham tomi ketmagan bo'lsa bo'ldi deb ular birgalikda o'rmonga yo'l olishadi. Ular yo'l yursa ham radarga tushmadi va o'rmon o'rtasidagi kulbadan Maleficentani topishadi. Shanti undan Zaynabga sehr joduni o'rgatishini so'raydi. Evaziga esa o'z dunyosidan olib kelgan pushtirang tursigini bermoqchi. Ammo Maleficenta malikani darhol taniydi va uni uxlatib qo'yishga harakat qiladi. Lekin to'satdan Shanti taqib yurgan marjonni ko'rib, ular bu dunyoda emasligini tushunib, darhol tiz cho'kadi. U o'sha bashoratni qizga aytib beradi, ya'ni boshqa dunyodan kelgan inson zolim qirolni taxtdan ag'darib, qirollikka tinchlik olib kelishini. Buni eshitgan Shanti, men bilardim hammaga kerakli inson ekanimni, Kamol akamga maqtanaman endi deb ich-ichidan xursand bo'lmoqda. Maleficent unga man etilgan qasrga olib boradigan kompasni beradi va o'sha yerga borib bashoratni amalga oshir deydi. Zaynabni esa shogirdlikka olib qoldi. Oradan bir necha soat o'tib Shanti yana o'z saroyiga qaytdi va xonasiga kirganda Basko allaqachon la'natdan qutulib uyg'ongan. Yonida esa erkak xizmatkori Filip turibdi. Bundan ko'rinib turibdiki, bu ikkalasi kamalak. Birozdan so'ng eshik taqillaydi va zolim podshoh xonaga kirib keladi. Podshoh xursand bo'lib ketdi. U malikani Basko o'pib uyg'otdi va la'natdan qutqardi deb o'ylamoqda va ularning to'y marosimiga tayyorgarlik ko'rishni buyuradi. Oradan bir necha kun o'tgandan so'ng Zaynab saroyga qaytib keldi va u sehr jodi qilishni o'rganib olibdi va ular endi ko'zguni tuzatayotganda Zaynabning ichidagi shaytoniy va yovuz niyatlari uyg'onib ketdi. U Shantiga, "Beyax keda sen, o'zimizni dunyoda nima qilganlaring esingdanmi menga? Ushlab olsam betingga o'siraman" deb xona bo'ylab quvlayapti. Shu payt Baskoning onasi Zaynabni olov bilan o'ynayotganini ko'rib qoladi va soqchilarni chaqiradi va soqchilar Zaynabni hibsga oldi. Boradigan joyi qolmagan Sarvoy man etilgan qasrga yo'l oldi. Olovuddin esa unga birga borishni taklif qiladi. Ammo qiz bu ishni bitta o'zi uddalash kerakligini aytdi. Bo'lmasa kosasi oqarmaydi ekan va ular taqinchoqlarni almashib xayrlashadi va qiz qasrga kirib ketdi. Ichkarida Shanti taxt ustida joylashgan moviy olmosni topdi va to'satdan qayerdandir itemgan ajdarho paydo bo'ldi va qizni yeb qo'ymoqchi. Ammo Shanti TikTokka kirib ajdarholar haqidagi trendni qo'yib berganda ajdar kuchukka o'xshab do'malaydi va Shantini sevib qoladi. Keyin qiz moviy olmosni olib yangi dugonasi ajdarho bilan saroyiga qaytmoqda va ular yo'lda yoshlik bulog'iga duch kelishadi va ajdar og'ziga siqqanicha suvni ho'plab oldi. Bu paytda qirol Zaynabni olomonning o'rtasiga zanjirlab jodugarligi uchun tiriklayin yoqmoqchi. Ammo shu payt Shanti paydo bo'ladi va ajdar og'zidagi yoshlik eliksirini podshoh va uning odamlariga purkaydi va qarabsizki, ular chaqaloqlarga aylanib qolishdi. Zolim podshohni taxtdan ag'daragan Sarvoy rasmiy ravishda Morfiniston qirolichasiga aylandi va portretdagi onasini ozod qiladi. Shuningdek, tanish-bilishchilik qilib, Amaliyani bosh qo'mondon etib tayinlaydi. Bu yerdagi vazifasini yakunlagandan so'ng qizlar yana sehrli ko'zguning yoniga qaytishadi va Zaynab uni oxir-oqibat tuzatdi va baqaloq pari bilan xayrlashib, ular yana o'z dunyosiga qaytishadi. Film so'ngida Shanti o'zi boshidan o'tkazgan voqealarni bolalarga ertak qilib aytib bermoqda va Zaynab ham ko'zguga o'z tilagini aytdi va ko'zgu ularni yana o'z ichiga tortib ketdi. Nima deb o'ylaysizlar? Zaynabning tilagi nima bo'lgan ekan? Tomosha qilamizmi? Agar shu videoda 5000 ta like va 1000 tadan ko'proq kommentariya bo'lsa, bu safar Zaynabning sarguzashtlarini tomosha qilamiz. Videolar davomiy bo'lishi uchun va to'xtab qolmasligi uchun albatta like bosib, kommentariy yozib qoldiring va eng asosiysi kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.